Akalar bir paytlar mana shu Qirg'iziston granitsiyadan o'tyaptir. Mana mashrish o'tgani yonida to'xtab, mana shu yerda men mashinam turgan joyda mashinalar turardi, O'zbekiston mashina. Aka o'tish qanaqa ekan deb rosa qiziqardim. Necha pul ketar ekan deb. Vaqtlar kelib mana o'zim o'tib kelib yuribman. Qiziqaman xullas, uzoq yo'llarga mashinada borishga, uzoq joylarda safar qilib sayohat qilishga. Xudoga shukr, ishim ham shu bo'lib qoldi. Maqsadim ham shu. Maza qilib aylanib, ham sayohat, ham ish bo'lyapti. Eng qizig'i hozir mana granchida turibman. Endi tashqarini videoga olish mumkin emas. Hozir Qirg'iziston granchasidan chiqib, uje O'zbekistonga kirishim kerak. O'zbekistonda hozir qanaqadir kino olinyapti ekan. Granchani hozir ochishga yo'q. Qanaqadir kino olinyapti ekan. Hozir o'sha kinoni kadrlarini olish bo'lsa ochadi. Biz o'tib ketamiz. Qanaqa kino ekan, qiziq bo'lyapti. Bilganlar bo'lsa yozinglarchi, qandaydir kino olinyapti ekan.